Gap yo'q, rahmat. Ertalabdan kayfiyatni ko'tardingizlar. Ota-onangizga rahmat. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Mayli. Gaplashamiz. Assalomu alaykum aka. Salfetka oling. Yo'q, shart emas aka. Onam davolashim kerak edi. Davla qoling amaki. Obbo, hammani kayfiyatini ko'taradigan inson keldi. Qani meni qizil yo'lagim. Kafein kayfiyatni ko'taradi deb eshitganman. Singlim sizga tabassum qilib yurish yarashadi. Kelishdikmi? Rahmat. Baxtiyor aka, vaziyatingizni tushundim. Toshkent Residence hech qaysi mijozini shu vaqtgacha xafa qilmagan. Qarang, 15-noyabrdan dekabr oyining oxirigacha bizda aksiya e'lon qilingan. Boshlang'ich 10% to'lov bilan xonadon xarid qilib ketishingiz mumkin. Foizsiz. Foiz pena haqida hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas, Baxtiyor aka. Zo'r-ku. Qarang, sizlar didingizga mos keladigan bir blok ko'rsataman. Yoqmayapti oxirgi vaqtlardan u. Shahzodni aytyapsanmi? Ha, o'sha tabassumdek. Bunaqalar rosa pismiq bo'ladi. O'z foydasi uchun hammaga tirjayib ishini bitirib oladi. Hayotda g'am tashvishi yo'q, bezda bu. Borliki. Yur ko'cha chiqaylik. Mayli. Tabriklayman aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Aka, samimiy inson ekansiz. Tarbiya bergan ota-onangizga katta rahmat. Katta rahmat. Ketdik. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, Baxtiyor aka. Rustam aka, yaxshi dam oling. Aytgancha, boyagi mijozga bir oy oldin siz qaragan ekansiz. Sizni nomingizga rasmiylashtirib qo'ydim aka. Rahmat lekin Shahzod. Gap yo'q aka, charchamang. Yaxshi dam oling. Shahzod, Davay. yo mayli, rahmat Shahzod. Xo'p aka. Ko'ngilni toza qil, ko'ngilni. Qo'shni, nima kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, sizni ko'rib ko'tarildi. Qo'ymaysizda. Akeling qimmat choylardan olib kelib qo'yganman siz yoqtiradiganda. Hop, kiraman. Bo'pti, kutaman lekin. Xo'p. Yo'q, bu yerda ko'p olmayman. Bu dunyoda bizning eng katta boyligimiz bu ota-onamiz. Onajoningni asra, xo'p? Xo'p.